Ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan davrda mamlakatimizning 2000 gektardan ziyod maydonda 942 ta yashil bog' va yashil jamoat parklari, 47 ta massivda yangi O'zbekiston bog'lari barpo etildi. Respublikaning tog', cho'l va adirlarda 256 ming gektar o'rmon tashkil qilingan. Bu ishlar natijasida o'tgan qisqa davrda respublikada yashillik darajasi 8% dan 14,2% ga oshdi. Kelgusi marralar yanada yuqori. Ayni vaqtda respublikamizning barcha hududlari, jumladan viloyatimizda Men ham ko'chat ekaman tashabbusi doirasida keng ko'lamdagi ko'chat ekish tadbirlari olib borilyapti. Prezidentimiz imzolagan Yashil makon umummilliy loyihasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi yangi farmonga ko'ra, mamlakatimizda 2030-yilga qadar umumiy yashillik darajasini 30% ga, jon boshiga to'g'ri keladigan yashil hududlar esa 10 kvadrat metrga yetkaziladi. Bu albatta katta marra. Uni amalga oshirish uchun ayni paytda viloyatimiz hududlarida Yashil makon doirasida mevali va manzarali ko'chatlar ekish ishlari jadal bormoqda. Xususan, Forish tumanida amalga oshirilgan Yashil makon loyihasi doirasida tumandagi barcha tashkilot va muassasalarning hamjihatligida eng olis Qizilqum mahallasiga 6 turdagi jami 1000 tubdan ziyod mevali va manzarali ko'chatlar ekildi. Shu bilan birga tumandagi Oqtepa mahallasi hududidagi 6-sonli umumta'lim maktabini obod qilish maqsadida mazkur ta'lim maskaniga ham 200 tubdan ziyod mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilib, mo'jaz bog' barpo etildi. E'tiborlisi shundaki, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tuman bo'yicha jami 484 ming tub mevali va manzarali ko'chatlar rejasi hozirgi kunda amalda 487 mingga ortig'i bilan bajarildi. Baxmal tumanidagi umumta'lim maktablarida ota-onalar bog'ini barpo etishga bag'ishlangan navbatdagi ko'chat ekish aksiyasi haqiqiy ma'noda umumxalq hasharga aylanib ketdi. Tuman hokimligi, shuningdek viloyat va tumandagi ta'lim sohasi rahbar va mas'ullar tomonidan mevali va manzarali daraxt ko'chat ekilib, maktablardagi ota-onalar bog'i yangi ekilgan ko'chatlar evaziga yanada kengaydi. Umuman joriy yilda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Baxmal tumanida 514 ming tubdan ziyod ko'chat ekildi. Birgina ko'chat ekishga qaratilgan hasharlar davomida tumandagi Fidokor mahalla fuqarolar yig'inida yangi mahalla bog'i, unga qo'shimcha ravishda esa hududdagi 34-sonli umumta'lim maktabida ota-onalar bog'i barpo etildi.